Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Sizlar bilan bugun C++ asoslari fanidan ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Darsimiz shart operatorlari haqida gaplashib o'tamiz. Shart operatorlari nima? Bularni keling amaliy tarzda mashqlar bajarib o'rganib chiqamiz. Bizda mantiqiy operatorlar mavjud. Bular quyidagicha vazifalarni bajaradi. Ularni kodlar yozib sizga tushuntirib beraman. Birinchi navbatda biz bool tipini yaratib olamiz. Bunga n qiymat beramiz. N ning qiymati teng bo'lsin. True qiymat qaytarsin. N ning qiymati true bo'lsin. Buni ekranga chiqarib ko'ramiz. Count n endi berildi. Buni ekranga chop qilib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek bir qiymat true qiymat qaytarmoqda. Ana endi biz ana bu mantiqiy operatordan foydalanib ko'radigan bo'lsak, undoq mantiqiy operatoridan n ning oldiga undoq belgisini qo'yadigan bo'lsak, ekranga bizga false qiymat chiqarib beradi, ya'ni 0. Buning ma'nosi berilgan qiymatni inkor qiladi. True bo'lsa false, false bo'lsa true qiymatga o'zgartirib beradi. Menimcha bu juda oddiy narsa, hammaga tushunarli bo'ldi. Keyingi ko'rib o'tadiganimiz undovdan keyin virgul, ya'ni teng emas degan ma'noni anglatadi. Bularni o'chirib tashlaymiz. Boolean qiymat qolaveradi bizda. N bizga true yoki false qiymat qabul qiladi. Biz qavs ochamiz. 4 teng emas 5 ga. Ekranga n ni qiymatini chiqaradigan bo'lsak, yo'q n. Xo'p, 4 5 ga tengmi? Teng emas. Bu narsa true qiymat qaytaryapti. Natijani ko'radigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, bizda bir qiymat true qiymatni qaytaryapti. Agar biz 5 ning o'rniga 4 qiymat qo'yadigan bo'lsak, 4 4 ga teng emas degan tushuncha hosil bo'lyapti, lekin aslida 4 4 ga teng. Bu yerda false qiymat qaytadi. Natijani ko'radigan bo'lsak, bizda 0 qiymat qaytmoqda. Bu ham juda oddiy, murakkab narsa emas. Keyingi ko'radigan amalimiz ikkita tenglik. 4 4 ga teng. Bu true qiymat qaytaradi. Ko'rib turganingizdek 4 4 ga tengdir. Buning qiymati doimo true. Agar misol uchun 4 ning o'rniga 6 qiymat qo'yadigan bo'lsak, natijani ko'ramiz. 6 4 ga tengmi? Yo'q. Bu false qiymat qaytardi va n ning qiymatini ekranga chiqarib berdi. Keyingi ko'radigan amalimiz katta yoki teng amali. Olti 4 dan kattami? Ha, katta. Bu true qiymat qaytarishi kerak. Natijani ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, bizda true qiymat qaytmoqda. Xuddi shuning teskarisini qilamiz. Kichik belgisi, ya'ni kichik yoki teng. Bizda n ning qiymati false qiymat qaytaradi, chunki 6 4 dan kichik emas. Bu false qiymat qaytmoqda. Keyingi shart mantiqiy operatorlarimiz ham xuddi shunday, katta va kichik belgisi. Bizda endi keyingisi and va or, ya'ni ko'paytirish va qo'shish
mantiqiy operatorlari mavjud. Bularni biz siz bilan ko'rib chiqamiz. Bularni o'chirib tashlayman. Mana ko'rib turganingizdek, matematikada ko'paytirish amaliga teng, ya'ni ikkita sonni bir-biriga ko'paytirish bilan qiyoslasak bo'ladi. Ikkita to'g'ri chiziqni esa qo'shish amaliga tenglashtirsak bo'ladi. Bu and ma'nosini anglatadi, bu or ma'nosini anglatadi. Bizda true va false tushunchalari mavjud. True ning qiymati doimo 1 ga teng, false ning qiymati esa 0 ga teng. Ana endi biz quyidagi shartlarni ko'rib chiqamiz. True ni true ga ko'paytiradigan bo'lsak, true ga teng, ya'ni 1 ni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1 ga teng. Keyingisi true ni false ga ko'paytiradigan bo'lsak, false ga teng, ya'ni 1 ni 0 ga ko'paytiradigan bo'lsak 0 ga teng. 0 ni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak ham 0 ga, ya'ni false ga teng. False ni false ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu ham false ga teng, ya'ni 0 qiymatga teng. Ana endi biz ikki chiziqchali qo'shish amalini ko'rib chiqamiz. True ni true ga qo'shadigan bo'lsak, ya'ni rostni rost qiymatga qo'shadigan bo'lsak, doimo rost qiymat kelib chiqadi. True ni false ga qo'shadigan bo'lsak, ya'ni 1 ni 0 ga qo'shadigan bo'lsak, 1, ya'ni true qiymat chiqadi. False ni true ga qo'shadigan bo'lsak ham true qiymat chiqadi. False ni false ga qo'shadigan bo'lsak, doimo yolg'on, ya'ni 0 qiymat, false qiymat qaytaradi. Keling buni o'zimizning dasturimizda ishga tushirib ko'ramiz. Qani natijalar qanday chiqadi? Cout hop, true ni true ga ko'paytiramiz. Endi natijani ko'radigan bo'lsak, bizda texnik xatolik bo'ldi. Buni qavisga olishimiz kerak. Ana endi natijani ko'radigan bo'lsak, bizda bir qiymat chiqdi. Qolganlarni ham tekshirib ko'ramiz. Kopiya qilib olaman. True ni false ga o'zgartiramiz. Bunisida false va bunga ham false qiymat, false qiymat. Ana endi natijani ko'radigan bo'lsak, xuddi boyagi ko'rgan natijalarimiz kelib chiqdi. True ni true ga ko'paytirsak 1, true ni false ga ko'paytirsak 0, false ni true ga ko'paytirsak ham 0, false ni false ga ko'paytirsak ham 0 qiymat chiqyapti. Ana endi xuddi shuni or, ya'ni qo'shish amalga aylantirib o'zgartirib chiqamiz. Natijani ko'radigan bo'lsak, bizda quyidagi 1, 1, 1 va 0 qiymatlar chiqdi. Ya'ni birinchi siyotimizdagi natijamiz 1. True ni true ga qo'shadigan bo'lsak, true. True ni false ga qo'shadigan bo'lsak ham true. False ni true ga qo'shadigan bo'lsak ham true. False ni false ga qo'shadigan bo'lsak, doimo false, 0 qiymat qaytaradi. Bizda shart operatorida if va else degan tushunchalar mavjud. Keling biz bular bilan tanishib chiqamiz. Buning asosiy strukturasi shart beriladi. Pastda amal. Else agar amal to'g'ri kelmasa, bizda keyingisidagi amalni bajaradi.
Ya'ni nima bo'ladi? Bizda if'ni ichida shart beriladi. Misol uchun nimadan katta bo'lsa, bizga ekranga bu yerdagi amalni chiqarib beradi. Agar aks holda bo'lsa, bundagi amalni bajaradi. Keling, buni ba'zi bir misollarda tekshirib chiqamiz. N teng bo'lsin. Misol uchun 34 ga m teng bo'lsin 21 ga. Ana endi shart beramiz. If agar eng katta bo'lsa m dan ekranga cout, agar n m dan katta bo'ladigan bo'lsa hello world chiqarsin ekranga. Aks holda n m dan kichkina bo'ladigan bo'lsa ekranga salom dunyo deb chiqarsin. Natijani ko'radigan bo'lsak, bizda n ning qiymati m dan katta ekan. Keling, mana shuni teskariga qilib qo'yamiz. Agar n m dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, hello world degan so'zni ekranga chiqarishimiz kerak edi. Aks holda salom dunyo degan so'z ekranga chiqishi kerak. Bizda n ning qiymati m dan katta bo'lgani uchun ikkinchi operatsiyani bajaryapti, ya'ni coutni ekranga chiqarmoqda. Salom dunyo degan so'zni ekranga chiqarmoqda. Buni bir qancha ko'rinishlarda ko'rib chiqishimiz mumkin. Keyinchalik misollar ishlab chuqurroq o'rganib chiqamiz. Agar deymiz n katta bo'lsa m dan deymiz, so'roq qo'yib cout ekranga hello world degan so'zni chiqarsin. Aks holda cout ekranga salom dunyo degan so'zni chiqarsin. Salom dunyo. Endi natijani ko'radigan bo'lsak, bizda hello world degan so'z chiqmoqda. Ya'ni n ning qiymati m dan kattaligi uchun birinchi amal ekranga chiqmoqda. Agar shu yerda n ning qiymati m dan kichik bo'ladigan bo'lsa, bizga salom dunyo degan so'zni keltirib chiqarmoqda. Bu oson va qulay yozish uchun foydalanadi. Bundan tashqari biz boshqa turi ham mavjud. Misol uchun if agar deymiz n katta bo'lsa 0 dan ekranga cout musbat son degan yozib chiqdi. Musbat son degan yozib chiqsin. Aks holda cout manfiy son degan yozuv chiqsin. Endi e'lon qilib olamiz. Int va cout endi kiritamiz. Natijani ko'radigan bo'lsak, n ning qiymatini kiritamiz. Misol uchun 54. Natijani ko'radigan bo'lsak, n ning qiymati musbat son. Bu haqiqatan ham to'g'ri. Ana endi manfiy son kiritib ko'ramiz.
43. Natijani ko'ramiz. N manfiy son. Bizda yana bitta holat bor. N ning qiymati 0 ga teng bo'lganda natijani ko'radigan bo'lsak, n manfiy son deb chiqarmoqda. Aslida 0 manfiy ham musbat ham hisoblanmaydi. Shu sababli biz quyidagicha o'zgartirish kiritamiz. Else yana shart deb ketamiz. If agar n teng bo'lsa 0 ga, ekranga cout n 0 ga teng degan qiymat chiqarsin. Ana endi natijani ko'radigan bo'lsak, n ga 1 kiritib ko'ramiz, natija musbat. N ga 0 qiymat kiritib ko'ramiz, n 0 ga teng deb chiqarmoqda. Misol uchun yana manfiy son kiritib ko'ramiz bitta. -32. Natija n manfiy son chiqarmoqda. Dasturimiz to'g'ri ishladi. Bu holat ham kuzatilib turadi. Bizda switch operatori mavjud. Switchning vazifasi nima? Bir qancha tanlash, misol uchun biron bir qiymat kiritilganda bir qancha tanlash imkoniyatiga ega bo'ladigan bo'lsak, ularni takroriy yozmasligimiz uchun foydalanamiz. Misol uchun biz n teng n qiymat qabul qilsin, hafta kunlarni ekranga chiqarishimiz uchun n qiymat qabul qilsin. Buni ekranga chiqaramiz. Cout n ning qiymatini kiritamiz. Mana endi misol uchun biz 1 dan 7 gacha raqam kiritganimizda, misol uchun 3 raqamni kiritdik, bizga chorshanba degan yozuvni chiqarib berishi kerak ekranga. Biz biladigan if else orqali chiqaradigan bo'lsak, yozamiz. Agar if deymiz, n ning qiymati teng bo'lsa 1 ga, ekranga dushanba yozuvni chiqar. Dushanba yozuvni chiqar. Endi nuqtali. Agar deymiz, else deymiz, yana if shartini beramiz. N teng bo'ladigan bo'lsa 2 ga, ekranga seshanba yozuvni chiqarish kerak. Seshanba. Kopiya qilib olaman. Yakshanba so'zini chiqarish kerak. Agar bu sonlardan tashqari son kiritadigan bo'lsam, else deyman. Cout bunday hafta kuni yo'q. Natijani tekshirib ko'ramiz.
nuqta virgul qolib ketdi. Natijani tekshiramiz. Biz enga qiymat kiritamiz. Misol uchun 2 qiymatini kiritdim. Seshanba. Dasturni yana qayta ishga tushirib ko'ramiz. Misol uchun 6 ni kiritadigan bo'lsam, shanba yozuvini chiqarib bermoqda. Ana endi misol uchun men 8 raqamni kiritadigan bo'lsam, bunday hafta kuni yo'q deb chiqarmoqda. Bu narsani osonlashtirishimiz uchun biz quyidagicha amaldan switch operatordan foydalansak bo'ladi. Buning uchun switch bu yerda n ning qiymatini qabul qiladi va bu yerda amallar ketadi. Bizda case qiymat case'ga qiymat keladi, ya'ni n ning qiymati. Agar case deymiz 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, yo dushanbani chiqarsin. Bu yerga n ning qiymati keladi. Agar case 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, seshanbani chiqarsin. Va yakshanba. Mana ko'rib turganingizdek o'zgartirib chiqdim. Misol uchun men enga 1 dan 7 gacha qiymat kiritadigan bo'lsam, quyidagilarni chiqaradi. Agar n dan tashqari son kiritadigan bo'lsam, menda default degan holat mavjud. Default 2 nuqta layout bunday hafta kuni yo'q. Hafta kuni mavjud emas. Ana endi yuqoridagini o'chirib tashlayman va natijani ko'ramiz. Bizda xatolik ketdi. Endi login ikkita stroka qolib ketdi. Natijani qaytadan tekshiramiz. Enga 5 qiymat kiritdim. Juma degan. Qaranglar, bu yerda bizda nega bunday natija chiqmoqda? Juma, shanba, yakshanba va bunday hafta kuni mavjud emas. Ya'ni jumadan boshlab barchasini chiqarmoqda. Yana bitta qiymat kiritib ko'raman. Misol uchun chorshanba 3 ni kiritsam, chorshanbadan boshlab chiqaryapti. Ana endi biz yozgan dasturimiz tugashi uchun o'sha qatorning oxiriga break yozib ketishimiz kerak. Ya'ni break shu shart bajarildimi, shu shartdan keyingi holatga o'tishga qo'ymaydi va shu yerda dasturni to'xtatadi. Hammasiga qo'yib chiqamiz. Break va break. Ana endi natijani tekshirib ko'ramiz. Enga 4 qiymat kiritamiz. Mana ko'rib turganingizdek, endi dasturimiz to'g'ri ishladi. 4 ni kiritganimizda payshanba yozuvini chiqarib berdi. Yana bir tekshirib ko'ramiz. Dushanbani kiritamiz 1 ni.
natija dushanba chiqdi. Misol uchun biz 10 raqamini kiritadigan bo'lsak, bunday hafta kuni mavjud emas degan natijani chiqarib bermoqda. Ko'rib turganingizdek, bu juda oson, murakkab emas. Ana endi biz sizlar bilan ba'zi bir misollarni bajarib chiqamiz. Ya'ni shu o'tgan mavzumizga oid misollarni ishlab chiqamiz. Birinchi navbatda sonning juft yoki toqligini aniqlashimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Birinchi masalamiz n sonning toq yoki juftligini aniqlashimiz kerak. N ni misol uchun 2 ga bo'lganimizda qoldiq 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bizga ekranimizga Cout n juft son degan yozuv chiqasin. Aks holda Cout n toq son degan yozuvni ekranga chiqarsin. Natijani ko'radigan bo'lsak, n ga qiymat kiritamiz. Misol uchun 13 n toq son. Yana misol uchun biz 100 qiymatini kiritamiz. N juft son. Demak, dasturimiz to'g'ri ishlamoqda. Birinchi masalani ishladik. Buni kommentga olib qo'yamiz. Bizda ikkinchi masalamiz uchburchak turini aniqlash. Ya'ni teng tomonli, teng yonli yoki turli tomonli uchburchak ekanligini aniqlashimiz kerak. Buning uchun biz uchburchakning 3 ta tomoni mavjud. Int qiymat qabul qilsin. Tomonlarni A, B, C qiymatlar deb belgilab olaman. Va bularga qiymat kiritaman. Cout A teng taravergus sen aning qiymatini kiritdim. Bundan kopiya olib B, C qiymatlarni o'zgartirib chiqamiz. B va C. Ana endi biz birinchi navbatda quyidagi shartni tekshirib ko'ramiz. Agar if deymiz A plus B, biz quyidagi shartni tekshirib ko'ramiz. Ya'ni A plus B kichik yoki teng bo'lsa C ga, yoki deymiz A plus C kichik yoki teng B ga bo'ladigan bo'lsa, yoki B plus C kichik yoki teng bo'ladigan bo'lsa A dan. Bunday holatda bunday uchburchak mavjud emas degan yozuv ekranga chiqadi. Bunday uchburchak mavjud emas. Endi birinchi holatni ko'rdik. Ana endi biz else deymiz. Agar deb shart qo'yamiz.
A teng B va B teng C ga bo'ladigan bo'lsa, B teng C ga teng bo'ladigan bo'lsa, Cout ekranga teng tomonli uchburchak deb chiqadi. Teng tomonli uchburchak. Uchburchak. Yana else deymiz. If deb shart beramiz. Agar A teng B yoki B teng C yoki A teng C bo'ladigan bo'lsa, bunday uchburchak teng yonli uchburchak. Cout teng yonli uchburchak hisoblanadi. Teng yonli uchburchak. Agar bu holatlardan birortasi bo'lmasa, else deymiz. Cout turli tomonli uchburchak. Turli tomonli uchburchak hisoblanadi. Va natijani ekranga chiqaradigan bo'lsak, A ning qiymati 12, B ning qiymati ham 12, C ning ham qiymati 12 bo'ladigan bo'lsa, teng tomonli uchburchak degan yozuv ekranimizga chiqdi. Ana endi biz birinchi shartga tushadigan natijani ko'radigan bo'lsak, A ning qiymatini 10, B ning qiymatini 9, C ning qiymatini 21 qo'yadigan bo'lsak, bunday uchburchak mavjud emas. Bu ham to'g'ri. Ana endi buni tekshirib ko'rdik. Teng yonli bo'lish uchun, misol uchun A ga 21, B ga ham 21, C ga 22 qiymat qo'yadigan bo'lsak, teng yonli uchburchak degan natija chiqmoqda. Ana endi turli xil qiymatlarga kirib ko'ramiz. 2, 3, 6 yoki 4. Turli tomonli uchburchak. Mana uchburchakning turini ham aniqlovchi dasturimizni tuzib oldik. Mana endi keyingi masalani ishlaymiz. Keyingi masala, 3-masala. 3-masalamiz baholash tizimi, ya'ni biz o'quvchiga baho qo'ygan paytimiz yomon, yaxshi, a'lo degan so'zlarni chiqarishi kerak. Bizda eng teng baho degan o'zgaruvchimiz mavjud. Cout buni ekranga chiqaramiz. Bahoning qiymatini kiritishimiz kerak.
baho teng sim orqali kiritamiz. Baho. Mana endi biz switch orqali foydalanamiz. Bu yerga bahoning qiymati keladi. Bizda case qiymat qabul qiladi. Casening qiymati 0 hop case 0 case 1 2 nokta case 2 qiymat va case ikki qiymatlarni qabul qilganda ekranga Cout juda yomon baho oldi degan yozuv ekranga chiqsin. Endi va bundan keyin break bo'lishi kerak. Ana endi bizda case 3 qiymat olganda 3 baho olganda Cout shu yerni kopiya qilib olamiz. Yomon baho oldi degan yozuv ekranga chiqadi. Case 4 baho olganida ekranga yaxshi baho oldi degan so'z chiqishi kerak. Va case 5 baho olganida esa a'lo baho oldi degan yozuv ekranga chiqishi kerak. A'lo baho oldi degan yozuv ekranga chiqadi va bizda default holat ham mavjud. Default 2 nuqta Cout ya'ni boshqa son kiritilganda bunday baho yo'q. Baho yo'q degan yozuv ekranga chiqadi. Endi nuqta virgul break. Ana endi natijani ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, biz misol uchun 0 baho oldik. Juda yomon baho oldi degan yozuv ekranga chiqdi. 2 degan bahoni tekshirib ko'ramiz. Juda yomon bahoga teng. Misol uchun biz 4 baho oldik. Yaxshi baho degan yozuv ekranga chiqdi. Misol uchun biz boshqa raqam kiritib ko'ramiz. 6 raqamni kiritib ko'radigan bo'lsak, bunday baho yo'q. Ko'rib turganingizdek, 3-masalani ham ishladik. Dastur to'g'ri ishlamoqda. Siz ham darsni qayta takrorlay ko'rgan holda mashqlarni bajarib ko'ring. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.